Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Runo do'stlar. Bugungi videorolikimizda biza mazza qilib mana shu Raft Survival degan o'yin o'ynaymiz. Bu o'yinda biza bitta kemada bo'lamiz va mana shu orol, mana shu kemada yashab qolishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Xo'p, bu yerda nimalar bor birinchi o'rganib chiqish kerak. Mana sandiq bor ekan. Va uni ichida bizaga kerakli narsalar. Buni olamiz, buni kiyib olish kerak, buni ham olamiz. Mana bu kitoblar, yana baliq. Baliqlarni olamiz, baliqlar ham kerak bo'lib qoladi. Endi buni kiyamiz. Bunda bitta narsa bor ekan. Buni qanday olamiz? Do'stlar, narsa berdi. Olmaz berdi do'stlar. Qochdik do'stlar. Qochdik. Yo'q. Bo'ldi. Zo'rg'a chiqib qoldik. Mana tepaga chiqib ko'raylikchi, nima bor ekan. Chiq. Bu yerda почти hech narsa yo'q, anta achiq bor ekanda, shuni tutishga harakat qilib ko'ramiz. Я не знаю. Zaman yo'q ketgani sabab endi sal ishlarim chiqib qoldi, mayli. Food trader. Qanday yana videolarni chiqarib YouTube'ga qaytaramiz. Shuning uchun meni kuzatishda davom etinglar va videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Oppa. Nima bu? Davay sotib olamiz. Raft spam egg. Oppa. Do'stlar, kemaga o'tirib bo'lmas ekan. Ustiga sakrab chiqib bo'lmas ekan. Shuning uchun men endi o'tirishga harakat qilamiz. Tegmela. Vay. Yog'ib zordim. Hadi. Bittaga akulalar meni yeb qo'yishiga sabab. Balki zekeri yapamam. Mesela hiç geri. Sizlarga bitta savolim bor. Minecraftda Xerobning kuchli bir nutq kuchli va hammasini kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bu ancha muhim bo'lsa, hamma kommentariyalarni o'qib chiqaman. Shuni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Mana ekib chiqaylik, hashtag qolganiga. Mana ekanmiz. Shuncha narsa bo'lib ketibdi. Men qaramaqman даже inventarimga. Shunisi ham qo'yib hamburger bo'lib ketdi. Shuncha narsa berib tashlash. Oppa, chiqdik. Ana endi biza hop kartoshka ekib chiqish kerak. Potato ekib chiqamiz. Potato. Hayotda qomatga bo'lsa bo'ldi. Ana endi mana bu ham potato seksmi yo'q, boshqa narsa. Nima buni ovozi g'alati yo'q. Energy drink.
go'sht effektini berar ekan. Afsuski hozir hamburgerni yeb ko'ra olmayman. Hamburger. Afsus, kechir meni, seni yeb bila olmayman. Hamburger yeyolaman. Voy, yeyman. Sizga hech narsa bermadi. Mayli. Xafa bo'lmaysiz, berib qolar. Burada suv bor menimcha, to'g'rimi? Nimaga taxta? Mayli. Nima qilish bilmayapman. O'zim o'ngladan nimadir sotib olamizmi? Harakat. Masalan, mana buni sotsak bo'ladi. Bizga kerak narsa bo'lib qolishi ham mumkin. Davay bo'pti. Bochkalarni qilishga tushamiz. Bu vaqtda bochkalar bor. Bort. Ketdik tarafga. Nasıl vermişler olmasın toğuk yanmış için. Kaç. Akula kaç. Akulanın banası yattı. Ford. Açık. Artık yemem kop gitti. Bu kışlar sıkmaydı. O mantıkta bana şu kıyarı topken hakkım yürüttü. O senin topun çıkartıyor. Koş. Yemeği kolumuzda. Вообще qiyin. Haydi bu mana bir olmadim. Menga shuncha narsa berib tashladi. Mana buni kuchlisida, mana buni ham kuchlisida berib tashladi. Meni musorlarni tashlash kerak. Bu musorlar nima xo'p, bu yerda bizga uchun kerak emas narsalar. Mana bu kerak emas. Bu kerak emas. Mana topor beribdi. Ham juda zo'r, mana nima? Water break. Suv tagida nafas olish ham bergan ekan. Shuni ichib tushganimizda hajab ko'proq yetib borardik. Yana nimalar? Bizga kerak emas. Tashlaveramiz buni ham. Boshqa oltin olma, sehrlangan oltin olma. Men e'tibor bermaganimiz sababi shu. Ketiga nima deyasiz? Zanu akılları вообще kuchli ekan bo'lsa. Esli BMW nersi bo'lsa, shuni kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar BMW bo'lsa like bosinglar, Merc bo'lsa kommentariya yozinglar. Tushiramiz va buni qilamiz. Bo'ldi. Yig'il. Men yig'ilmadi, shuni tushunmadim. Xo'p, buni endi bunaqa qilib bosh kiyim yasamaymizni ishton yasaymiz. Hammasini pastga tushirib chiqib. Bo'ldi. Nima qilsam ekan? Men hozir yasashim kerak bo'lgan narsani o'zim ham даже bilmayapman. Shuning uchun oyoq kiyim yasaymiz. Shunda qo'ysak, oyoq kiyim bormi? Voy, shuncha temir bekorga ketdi. Undan ko'ra bosh kiyim yassam bo'lar ekan.
yana adashdim. Mayli. Mana buni ichiga solamiz sizlar. Baribir keyinchalik kerak bo'lib qoladi. Yo'q, u oyliklarimizni mana shu yerga yig'amiz do'stlar. Mana shu yerga yig'ganimiz juda zo'r bo'ladi. Bankga qo'yamiz. Sabzilarni ham, mana bu ovqatlarni ham, mana baliq tursin. Temir ham sho'tka, bu ham sho'tka, bu ham sho'tka. Mana bu o'zim bilan yuradi. Mana buni ham sho'tka qo'yamiz. Hamma kerak narsalar sho'tka. Hamburger. Keyin mana narsa, buni shakar. Nega motorlar ishlayapti? Ana narsalar. Topshiriqlar. Afsuski buni inventarda qimmatli emaskan. Sizlar menimcha videoni shu yerga to'xtatamiz. Agar ikkinchi qismi chiqishini xohlasanglar, videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Qanimizdan videoni tugatamiz o'tgandan juda xalq qoldim. Kanalga obuna bo'lib, kommentariy qoldiringlar. Qanimizdan sog'lom bo'linglar, biz videoni tugatdik. Bay bay.